Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 36-mo'jiza. Oltin tuxum Uhud tog'idan og'irroq keldi. Salmon Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Salmon Farsi radhiyallohu anhu islomga kirgach, qullikdan qutulib, ozodlikka erishmoqchi bo'lganida, u zotning Yahudi xo'jayini 40 ta xurmo daraxtini ekib, parvarishlab berishi hamda 40 quyma oltin evaziga ozod qilishini bildirdi. Buni eshitgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birodarlaringga yordam beringlar dedilar. Ular menga xums va ushurlardan bir talay narsa to'plab berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'chat o'tkazish uchun chuqur kovla. Ammo o'zing unga biror ko'chatni o'tkazma. O'zim borib ularni o'tkazaman dedilar. Do'stlarim bilan birgalikda chuqurlarni kavlab bo'ldik. Men xurmo ko'chatlarini keltirib berardim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa ularni yerga qo'yib, ustidan tuproq tortardilar. U kishini haq bilan yuborgan zotga qasam, xurmolardan birortasi ham nobud bo'lmasdan barchasi bir yilda hosilga kirdi. Endi to'lovdan faqat tillo qolgandi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga sahobalardan biri kondan topib olingan tuxumdek keladigan tilloni ko'tarib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni miskin mukotab Salmon Farsiyga ber, qarzini to'lasin dedilar. Men, "Ya Rasululloh, bu bilan qarzimni qanday to'layman?" dedim. Salmon Farsi radhiyallohu anhu, "U bilan qarzimni to'ladim. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuxumdek keladigan tilla bilan yordam berdilar. Agar uni Uhud tog'i bilan solishtirib ko'rilganda, albatta undan og'ir kelardi", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 37-mo'jiza. 440 nafar kishi xurmodan tanovul qildi. Ammo xurmo avval qanday bo'lsa, shundayligicha qoldi. Dukayn ibn Said Hasami radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bizlar 440 nafar kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga yegulik uchun taom so'rab keldik. U zot sallallohu alayhi va sallam Umarga qarab, "Tur, ularni taomlantir" dedilar. "Ya Rasululloh, menda farzandlarimga 4 oygagina yetadigan ozuqa bor xolos" dedi. "Tur, ularga ber" dedilar. "Ya Rasululloh, eshitaman va itoat qilaman" dedi va hujrasidan kalitni olib chiqib, ozuqa saqlanadigan xonani ochib berdi. Eshik ochilgach, qarasam, unda bir uyum yerga yoyib qo'yilgan xurmo bor ekan. "Olinglar" dedi. Har bir kishi o'ziga keragicha xurmoni oldi. Men esa ularning eng oxirgisi edim. Xurmolarni olib bo'lgach, qarasam xurmolar bir dona ham kamaymagandek turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 38-mo'jiza. Daraxt tanasining ingrashi. Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Juma kunlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir daraxt yoki xurmo ustida turib xutba qilardilar. Bir kuni ansorlardan bir kishi, "Ya Rasululloh, sizga bir minbar yasab beraylikmi?" dedi. "Ixtiyorlaring" dedilar. Ular minbar yasab berdilar. Juma kuni kelganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbar tomon ketdilar. Shunda xurmo daraxti xuddi yosh bola baqirgani singari ovoz chiqardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbardan tushib uni quchoqladilar. U ovotilayotgan bola singari ingrab ovoz chiqarardi. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b otasidan rivoyat qilib dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u vaqtlarda masjid ayvondan iborat bo'lganida o'sha daraxt to'nkasi ustiga chiqib xutba qilardilar. Sahobalardan bir kishi, "Ya Rasululloh,
sizga bir minbar yasab beraylikmi? Juma kunlari uning ustiga chiqib xutba qilasiz va uni odamlar eshitadi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha dedilar. Minbar qurib bitkazilgach, uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan joyga qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xutba qilish uchun daraxt to'nkasi oldidan o'tganlari hamon u tortdi va yorilib, bo'linib ketdi. Bu ovozni eshitib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam minbardan tushdilar va uni qo'llari bilan silab, yana minbarga chiqdilar. Masjid buzilganida Ubay ibn Ka'b o'sha to'nkani uylariga olib ketdi. U to'nka chirib, yog'och qirtlari yeb bitirmaguncha u zotning uylarida saqlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 39-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hassa bilan ishora qilganlarida 360 ta but qulab tushdi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Makka fath bo'lgan kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichida 360 ta sanam qo'yilgan Ka'ba ichiga kirdilar. Qo'llariga daraxt novdasini olib, u butlar ustidan silkitdilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan rivoyatda bunday deyiladi. Makka fath bo'lgan kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'ba ichiga kirib 360 ta butni ko'rdilar. Har bir butga hassalari bilan ishora qilib, Alloh taoloning quyidagi oyatlarini o'qidilar. Haqiqat, ya'ni islom keldi va botil, kufr yo'qoldi. Chunki botil narsa yo'qoluvchidir. Isro surasi 81-oyat. Biror butga ishora qilsalar, hassalari unga tegmasdanoq qulab tushardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 40-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam zarang yerni birinchi zarbadayoq o'pirib tashladilar. Xandaq kuni yerning qattiq bir joyi xandaq kovlayotgan sahobalarni ishlarini davom ettirishdan to'sib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi zarbalaridayoq u o'pirilib ketdi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu bunday deydi. Biz xandaq kunida yerni kovlayotgan edik. Shunda tuproqning juda qattiq qismi chiqib qoldi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, qattiq joy chiqib qoldi deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zim tushaman dedilar. So'ng o'rinlaridan turdilar, qarasam qorinlariga tosh bog'lab olgan ekanlar. Bizlar 3 kundan beri u yerni kavlay olmasdan ovora bo'lib turgandik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yer kurakni olib urdilar. U xuddi qumtepa singari to'kilib tusha boshladi.